alaykum qadrdonlar. Bugun elektr toki va montaj qilish orasidagi narsalar hammasini o'rgatib borish uchun darsligimizni boshladik. Sizlardan iltimos qolardik. Obuna bo'ling, like bosing. Savollaringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Javob berishga harakat qilaman. Uni bo'lmasa boshladik. Birinchi darsimiz tok nima, elektr toki o'zi nima degan masala savolimizga javob topib olamiz. Elektr toki bu zaryadlangan zarrachalarning bir tomonga qarab harakatlanishini elektr toki deyiladi. Masalan, mana shu suratda ko'rayotganingiz atomdagi zaryadlangan zarrachalar bir tomonlama harakatlanyapti. Mana shu yumaloq bu kabel. Kabelning yuza qismidan harakatlanadi elektr toki. İçidan harakatlanmaydi. Faqat yuza qismidan harakatlanadi. Harakatlanishini kabelga qarab farq qilishi mumkin. Harakatlanish tezligi kabelning qarshilik kuchiga qarab har xil farqi bo'ladi. Misda boshqacha, alyuminda boshqacha bo'ladi. Yana boshqa metallardan ham elektr toki harakat qiladi. Endi hozir bizda asosan mis va alyumin ishlatiladi. Shuning uchun mis va alyuminni aytib o'tyapman. Boshqa metallarni ham batafsil keyingi darslarimizda tezligi qancha harakat qiladi, qaysida qarshilik kuchi baland, qaysinikida past, hammasini aytib ketishga harakat qilaman. Endi mana shu ko'rib turgan suratda ko'rishimiz mumkin. Mana V volt bu kuchlanish. O'rtadagi A amper tok kuchi. Tepadagi R bu qarshilik, ohm deyiladi. Qarshilik bu kabellar, metallarning tokning sizib o'tishini qanchalik qarshilik qiladi, qanchalik qarshilik qilmaydi. Sizib o'tishi oson bo'ladi. Oddiyroq tushuntirganda, masalan, suvning oqishiga qarasangiz, dovon bo'lsa, pastligi bo'lsa, pastga tez oqib ketadi suv. Tekis yo'l sal dovonroq bo'lsa, oqishi sekinroq bo'ladi. Shunga nisbat qilsak ham bo'ladi. Kabellar ham shunaqa bo'ladi. Tok bemalol tez oqib o'tadigan bo'ladi, sekin o'tadigan bo'ladi. Mana bunda ko'rib turganingizdek tokni qisib o'tyapti, qisilib o'tyapti. Shunday bilib olsangiz bo'ladi. Endi mana volt nima o'zi? Volt bu tokning kuchlanishi, tezligi desak ham bo'ladi. Tokning tezligi qanchalik tez harakat qilyapti. 120 volt yoziladi. Xonadonlar hamma joyda 120 yozib qo'ygan bo'ladi. 120 tezligi bu kuchning. Tokning kuchi emas bu. Tokning kuchi bu amper bo'ladi. Amper, o'sha tok amper o'zi. Kuchlanish volt bo'ladi. Sizlarga tushunarli bo'ldi deb umid qilaman. Tushunmagan joylaring bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Javob beraman harakat qilib. Mana endi yana ham tushunarli bo'lishi uchun ko'rishingiz mumkin. Mana qizil kabel tomondan tok ketyapti. Ko'k kabelga qarab sizib ketyapti. Qizil bu plus va minus. Qizil plus, ko'k minus. Yana ham tushunarli bo'lishi uchun faza qizil bo'ladi, 0 ko'k bo'ladi. Minus plus deyilmaydi. Odatda faza 0 deyiladi. Shunga mana fazadan tok lampochkaga qarab ketyapti. Lampochkada qarshiligi o'ta baland metal qilingan bo'ladi. Qarshilik baland hisobiga
tokning o'tishi qiyinlashadi. Shuning hisobiga qizish boshlanadi. Tok qiynalib o'tganda lampochka qiziydi, natijada yorug'lik tarqatadi o'zidan. Shunga xonamiz yop-yorug' ko'rinadi. Sizlarga yana ham tushunarli qilib aytganda, faza boshida aytganimdek zaryadlangan zarrachalar tok, nol esa zaryadlanmagan zarrachalar nol bo'ladi. Zaryadlanmagan zarrachalar tomonga doim harakat qiladi zaryadlangan zarrachalar. Sizlarga tushunarli bo'ldi deb umid qilaman. Keyingi darsliklarda ko'rishguncha xayr. Obuna bo'lishni unutmang. Kommentariyada savollar bo'lsa yozib qoldiring. Javob berishga harakat qilaman.